Eğer biz bu zalimnin zulümüden korksak, imanımızın acizliği. Ailengizdeki başka urug'-tuqqanlaringizniki yana başqacha musibatlarga, zulmlarga uchrashidan ansirmamsiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, ishning haqiqiy programmamizning ikkinchi sonini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, biz bu programmamizni birinchi bo'limini boshlagan vaqtimizda yanada shu programmamizda Xitoy tajovuzchilarining vatanimizda elib berayotgan aqlga, inson aqliga ig'ir keladigan, inson aqli qabul qilmaydigan darajadagi bu zulmlarni va chet ellarda bo'layotgan ishlarni butunlay burmalab ko'rsatishlarini biz birinchi bo'limimizda shu chet eldagi har qaysi sohalarga mikrofon uzatish bilan bir program ishlab chiqqan edik va qadrli ko'rurmanlarimizning dunyoning har qaysi joylaridagi ko'rurmanlarimiz nihoyatda yaxshi bo'lganligini bildirib bizga ko'plagan inkoslarni bildirgan bo'ldi. Ko'pdan ko'p rahmat aytamiz va ikkinchi sonini qachon chiqadi deb nurg'un qarindoshlarimiz bizga har xil uchurlarda yo'llagan bo'ldi. Ammo boshqa programmalar bilan nihoyat aldirashib ketganligimiz uchun vaqtida chiqarib olmadik va bundan keyin inshaalloh yana har xil programmalarda yuz ko'rishtirishga sizlarga tirishimiz inshaalloh. Bugungi ikkinchi son programmamizda yani boshqacha bir qilibda chiqarmoqchim programmani va chet eldagi har qaysi dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan qarindoshlarimizningki vatan ichidagi oilasiga uchirgan zulmlar, Xitoyning ularni qanday besimi ostiga elayotganligi, ishning haqiqatida nimalarning yuz berayotganligini biz shu chet eldagi urug'-tuqqanlar orqali shularni ziyorat qilish orqali bo'layotgan zulmning haqiqatini oshkorlashga tirishimiz inshaalloh. Bugun hozir ekran orqasida ko'rib turayotgan bu 3 shaxs, birinchisi shu Zebibullah abla. Ya'ni tor dunyosida bo'libmi Bug'ra o'g'li deb tunilgan shaxs bu akamiz. Shundaqla uning dadasi marhum Abla Salay va oxirida inisi Musajon ablaningki suratini ko'rib turibsizlar. Endi bu biz bugun shu Zebibullah abla bilan o'zi chet elda 20 necha yillik chet el hayotida chet elda nurg'un ko'rmagan kunlar qolmagan kechirmishlar bor bu akamizniki. Shundaqla shu akamiz sababli oilasiga shundan nurg'un besimlar bo'lib, dadasi marhum Abla Salay akamiz 2009-yilning oxirida necha qatim turmlarga akirib oxirida shu turmdan chiqib qisqa vaqtdan keyin 7-kuni o'lib ketgan, yani o'ldirilganligi nihoyatda kuchli shubhalik ekanligini birozdan keyin inshaalloh suhbatda o'z o'g'lining og'zidan anglaymiz. Shundaqla oxirida yana Musajon abla inisi 2016-yil 9-yilning 24-kuni bu inisini qatnash voqeasi surati shakli berilib turib, buning shubhalik bir o'limda ketganligini biz oldi bilan ziyoratni boshlashdan burun shu haqda Zebibullah abla va Abla Salay Musajon abla qatorliq bu 3 shaxsga aloqador qisqa bir filmimiz bor. Bu filmni ko'rib o'tgandan keyin Zebibullah abla qarindoshimiz bilan akamiz bilan Germaniyaga bog'lanib telefon ziyorati qilib boramiz. Diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Zebibullah abla, ya'ni Bug'ra o'g'li kim? Yillardan buyon ijtimoiy taratqularda Bug'ra o'g'li nomi bilan bilingan Zebibullah abla 1967-yili Sharq Turkistonning Otush shahar Ozoq yeza Bo'gan kenti tug'ilgan. Boshlang'ich maktabni yurti Bo'ganda o'qigan. Zebibullah abla 1976-yili boshlang'ich maktabning 5-yilligida o'qib o'tdi. Dal bu yil Xitoy jallati Mauning o'lishi bilan tang xalqimiz butun yurtda motam tutishga buyurildi. Ammo Xitoyga ichidan o'ch bo'lgan Zebibullah ablaning dadasi Abla Salay bolalarga uyga kirganlarga meni yo'q danglar deb qo'yib, ichkiri uydagi qaznaqqa kirib oldi. 2 kundan keyin bu ish oshkorlanib qilib, dadasining bo'yniga Mauning rasmi esilib, yurtda sazoyi qilinib, tanqid qilindi va bu ish bir oydak davom qildi. Zebibullah ablaning Xitoyga qarshi o'chmanligi ana shu boshlang'ich maktabda boshlangan bo'lib,
u bir qatim dadisi yasab bergan ragatki bilan vatanimizdagi sinflarda issiqlik turadigan qonxo'r kommunizm dahiylarining ichidagi Mauning suratini nishonlab atadi. Chunki uning dadisi ana shu Mauning motam murosimiga qatnashmaganligi uchun og'ir haqoratlanib jazolangan edi. Etilgan birinchi tosh Mauning burniga, ikkinchi tosh yuziga tegib rasmni zaxmalantirdi. Bu ishdan ansirgan kichik Zibibullah bu ishni ko'rgan sinfidagi 3 savoqdishidan hech kimga demaslikni o'tindi. Oradan 2 kun o'tib, odatdagidek maktabga kelgan Zibibullah maktab mudiri va butun muallimlarning bu ishni kim qildi deb qattiq surishti qilayotgan so'rinqini berib qoldi va qo'rqqanidan uyiga qochib ketdi. Adsi kent sekretari qatorliq 4-5 kishi bilan uyga kelgan maktab mudiri Zibibullahni dadisining oldida qattiq haqoratlab, ragatkini topshirib berishini talab qildi. Dadisining oldida qattiq haqoratlangan Zibibullah ragatkini elib chiqish uchun ichkiri uyga kirib ketdi. Dal shu asnoda uning qalbiga dadangni seni haqoratlagan bularga mushu yerda bir ish qil degan ilhom kelgandek bo'ldi-da, oshxonaga kirib pichoqni elib chiqib, ularga hujum qilishga urinadi. Uning Xitoyga qarshi amaliy ishlari mana shu voqeadan keyin boshlandi. Bu ishdan keyin butun maktab bo'yicha yig'in ochib, qattiq tanqidlangan Zibibullah maktabdan qo'g'landi qilindi. Keyin 1984-yilgacha dadisi Hasharga o'zi kanatning ushaq-tushaq ishlariga selingan Zibibullah oxiri Sharqi Turkistonning shimoliy rayonlarida bir qancha yil turgandan keyin 1988-yili Atushga qaytib keldi va Atush va atrofidagi har qaysi nahiyalarda harakat qilishga tirishdi. 1992-yil Atush va har qaysi nahiyalarga Xitoyga qarshi shuar chaplaganlik sababli tutqun qilindi va 2 yillik qamoqqa hukm qilindi. 6 oydan keyin kasal sababidan doktorxonada davolanayotgan vaqtda pasport ishlatib Atushning To'rg'at chegara eg'izi orqali Qirg'izistonga chiqib ketdi. Va shundan buyon chet eldagi Xitoyga qarshi har xil siyosiy faoliyatlarda bo'lib kelmoqda. Xitoy tajovuzchilari Zibibullah abla bilan qolmasdan u chet elga chiqib ketgandan keyin uning oilasini izchil holda avora qilib turdi va oxirgi qatim uning dadisi Abla Salayni 2008-yil yo'qilan bahonalar bilan turmaga solib olib, 2 yilga yaqin vaqtdan keyin kasal bo'lib qoldi deb qo'yib berdi. Ammo eng shubhilik bo'lgani, qo'yib berish oldida suhbat jarayonida bir istakan suv berildi. Suvni ichib bo'lgandan keyin shubhilangan Abla Salay uyga kelibla o'g'li Zibibullahga telefon qilib, o'zining suv ichib qolganligini va bearam ekanligini bildirdi. Baxtga qarshi Abla Salay turmadan chiqib 7-kuni vafot topdi. Zibibullah ablaning oilasiga kelgan ikkinchi musibat bo'lsa, bu yil 9-oyda qatnash voqeasida vafot bo'lganligi bildirilib, besiq turilgan inisi Musajon abla voqeasidir. U Xotan Milliy tibobat oliy texnikomi dorigarlik kasbini bitkizgan bo'lib, yurt xalqi uchun qo'lidan kelishicha yordam qilib, ularning qalbida cho'nqur yer olgan edi. U qanchilgan qitim ayrim doktorxona ichish uchun harakat qilgan bo'lsa-mu, oilasida siyosiy jinoyatchi bor, aksi chet elda degan bahona bilan rasmiyat bejirib berilmagan. Buning bilan qolmasdan uni davomli aksi sababli avara qilishni davomlashtirib kelgan Xitoy oxirgi qitim yanada o'xshash bahona bilan 6 oy qamoqqa olgandan keyin urug' tuqqanlari nurg'un pul xarjlash orqali bolasining sunnat to'yi munosabati bilan hech qanday bir yerga chiqib ketmaslik sharti bilan kepillikka elib chiqdi. Kepillikka qo'yib berilib, amdili bir oydan oshgan Musajon abla 2016-yil 9-oyning 24-kuni shanba tushdan keyin soat 4 atrofida shubhilik qatnash voqeasida vafot bo'ldi. Musajon ablaning o'limining shubhilik bo'lishidagi sabab inisining o'lim xabarini anglagan o'limchidagi aksi Isojon ablaning atisi atdigandala birinchi aeroplan bilan jinoza namoziga ulgurish uchun Qashqarga tushgan bo'lsa-mu, Xitoy doiralari uni aerodromdan chiqarmay 1,5 soat atrofida tutib turgan va mahalladagi siyosiy kengash imomlarini ishga solib, mayitni turg'izishga bo'lmaydi deb atrofdagi mahalla jamoatlarining kelishini saqlamasdan aldirab yerligiga qo'yg'izib o'tganligidir. Janobi Allohdan marhum Abla Salay
va uning o'g'li Musajon ablaga, shundaqla aziz vatanimiz Sharqi Turkistonda buningga o'xshash nohaqchiliklar bilan dunyodan ketgan barliq qarindoshlarimizga cheksiz rahmat tilaymiz. Hörmətli televizor görgüçlər, yuqoridagi qisqa filmda biz Zibibulla abla və onunki mərhum dadisi abla Salih Musajon abla və inisi Musajon abla qatarlıq bularninki qisqacha bir tarixini, qisqacha bir keçmişini ko'rib o'tgan bo'ldinglar qisqa bo'lgan bo'lsa-mu, hamda biz Zibibulla abla efendimga telefonda bağlamız, o'zi hozir Germaniyada telefonimizda bu işlarninki tafsilotini albatta kichikina bir program bilan, ya'ni bir qatimliq program bilan albatta 20 necha yillik bir hayotni anlatib bo'lish, tushuntirib bo'lish albatta asla mumkin emas, ammo qo'limizdan kelgancha bugungi bu programmamizda o'zidan ma'lumot olishga tirishamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aldı bilan ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Rahmet, Allah razı olsun. Benim şu İstiklal Televizor'a teklif kıyganlıqınız için Allah razı olsun. Xo'sh, rahmat sizga. Endi biz hurmatlik Zibibulla abla Bug'ra o'g'li deb tanildingiz. Biz yuqorida filmda, qisqa bir filmda sizningki qisqacha bir tarixingizni, kechirmishingizni biroz so'zlab o'tgan bo'ldik filmda. Endi buningga yana qaytadan o'zingizni tunishtiring deb bu sahaga kirmay bevosita savolga kiray. Endi siz boshda shuning bilan boshlasak, albatta dadingizga kelgan va iningizda oxirga iningizga kelgan bu musibatlarni so'zlashdan burun o'zingizningki shu Xitoyga qarshi bo'lgan bu hissiyot, Xitoyga qarshi Xitoyga bo'lgan bu o'chmanlik qanday boshlangan, shundan boshlasak yani. Siz nima bo'lib bu shunday bir o'chmanlik, shunday bir ruhga qanday bo'lib kelib qolgandingiz? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birinchidan butun dunyoning har qaysi yerlarida yashayotgan Uyg'ur musulmonlarga, shundaqla musulmonlarga Allohning salomi bo'lsin. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Meni shu Istiqlal televizoriga mush timida azg'ina bo'lsa-mu o'zimning beshidan o'tgan va Xitoy tajovuzchilariga qaysi şekilde qandaq noroziligimizni qachon boshlangan deydigan temada savol so'raganligingiz uchun tekrar rahmat aytaman. Ben o'smirlik zamonimda Xitoy tajovuzchilariga bo'lgan nafratim, qarshiligimni oilamdan o'rgangan. Xo'sh. Mening dadam 9 bola, bularning hammasi Xitoy tajovuzchilar tarafidan zulmga uchragan, zo'migar, pumuchuk, Baydixon deydigan mushundaq ismlar bilan bizning yurtimizda, shahrimizda bayt insonlarning ichida xo'rlangan, xorlangan. Xo'sh. Shuning bilan birga biz dadamizning biz aqlimizga kelib, cho'ng bo'lganda, nega ketib qolgan, nega turayotganligini to'liq bilmaganligimiz uchun bizga ya tog'illarimiz, ya analarimiz, ya tuqqanlarimiz dadamizni Xitoy tajovuzchilarining ya bijaga ig'ir emgakka, ya ig'ir hashaga yoki yig'ib olganligidan biz keyin haqqimizga kelgandan keyin ota-onamizning, ya'ni dadamizning bunday zulmlarda cho'ng bo'layotganligini, bunday zulmlarga uchrayotganligini ko'rib, biz haqiqiy buni kim qilyotdi, kim tarafidan qilyotdi deb buning hammasini bilib yetdik. 1992 atışda ancha ticari şekillerde to'dim, ticari şekillerde to'saqmi bizga At şəhərinin meyli baza başqırıcı olsun, meyli Gongşang güyüsü olsun, bizge hizmet genişkisi deydiğen veya ki ticaret genişkisi deydiğen veya ki salametlik genişkisi deydiğen bundaq bir nəsini bəmidi. Xoş. Bunu bəmigen bilen birge neymişki bəmeydi de biz yuqur urullarga biraz başvurup baxtık kolumuzdan gelişçi. Çünkü bizim ailemizin siyasi cinayetçi deydiğen tamgısı bolğanlığı üçün Xitayga karşı bu evlatның içinde tarixten bu yan öçmellikini keltirip atkanlığı üçün şu şekilde bəmeydiğanlığını bildim. Xoş. Şunun bilen birge 92 yıllarının ahirleri meni bazı bir sebepler bilen Xitay tajovuzchilari yig'ib olishga so'ladi. Sen shuar yezibsan, insanlarni to'plab, yoshlarni to'plab, meşrab turib, sening
Xitaylarga, yani Cumhur hükümetine karşı veya ki başka müşahede Xitaylarga karşı elip bardıgan faaliyet şekilde uğurlaştırıp sen dedi. Bakıştınız, şu boğan bozumu o vakitinin özde onu demezdim biz. Hoş. Biz meşrep koyduk, okumağanlığını, mektepten koğulanlığını veya ki mektep bitirip gidip hizmet tapanmavatkalını bika jürüp kanmısın degen şekilde bundan meşreplerini kurup kırındaşlarımızdan cemaat şekilde yurtның hizmetini kılış için, milletin hizmetini kılış için hiç bulmasa buzulgan yollarga cemaat şekilde yasap koyaş için muşunda koğallıkımızı ettik. Şunda bolgan taqdirde bu yana meni 6 aylık jigaveleşte tutup turdu. Hoş. Şu vaqtning o'zida hamda dadamning tuqqanlari, tag'inlarim, hammallarim bo'lsin, hamda atışda avlodimizlik bo'lganligi uchun birisi kadr bo'lsa, birisi yana bir amalda shu shakllar bilan meni agar 6 aydan keyin shu shaharda, shu o'zim tug'ilib o'sgan yerda turib qolsam, biraz oq ko'rinishimning xatarlik qarab ketib qolganligini, buni barin inqilobiga bog'lab turib, meni muddatsiz turmaga oladiganligini. Muşularni ko'zda tutgan asosda ba'zi bir yuqori amaldalar dadamga buni xabar qilib qo'yapti. Shuning bilan dadam 6 ay to'shmasdan keyin meni bir yo'qlaganlar ulab oshqozonda kasal bor deydigan bana sabab bilan atishning noyillik doktorxona deydigan doktorxona bor. Shu yerga chiqib 3 gün davaldı, 4-cü günü meni operatsiyaga keçirib bitirgan, operatsiyaga yo'l qilib bitirgan şekilde 92 yıldan ahirlari Hoş. Men operatsiyaga gelip çıktım. Operatsiyaga gelip çıkıp Kırgızistan, Kazakistan bu yerlerde ançamış ticaret şekilde yangi hayat bizde olsun. Kırgızistan'daki, Kırgızistan'daki bu teşkilatlar bilen Nurmammet Genci, Aşır Ruvaydin, Abdurrahim Oşunda bizning möteberlerimizle alakalaşıp biz nimiş kıla alaymiz. Edip 93-yılı Kırgızistan, Kazakistan'da çıkıp Amantay Kazak deydigan Kazakistan'daki Aşır Ruvaydin, Yusufbek Muhlis, muşu yol başlap mengatkan vatanperver dini zatlarımız bilen Kazakistan'ın Qorgaz şehriga verip atomga karşı, falanlıq tuğutga karşı Xitay təcavüzçülərinin vətənimiz bolğan Şərqi Türkistandan çıxışıga qarşı bu yerdə biz namayiş uyuşturduq. Xoş. Namayiş uyuşturup şu Qazaqistanның Yerkit şəhəriga berib Xitayның çigarası Qazaq çigarası. Biz Qazaq çigarası tuturuqluq. Bu şekildə namayiş uyuşturup vətənnin sırtında qılıb atqan fəaliyyətlərimiz məşnə bilan davamlaşdı ta hazırğa qədər. Xoş. Albatta 20 men abayım söylep ötkendek siz 92-yılı çıqqan bolsanız 20 neçe yıllık chet elda nurgun işlarni nurgun sahalarda har qaysi tashkilotlarda vazifa o'tab xizmat qilib va o'zingiz shaxsiy hozirgacha Xitoyga qarshi ijtimoiy aloqa vositalarida har xil xizmatlarni qo'lingizdan kelgancha qilib kelayotganligingizni anglab turyapmiz ovozlaringizdan. Bularga kelsak haqiqatan necha soatlik programma qilsakmi yetmaydigan darajada uzrab ketadi. Uni xalqimiz sizning ovozlaringizdan anglab turyapti. Bu shu nimaga kirgan bo'ldi? Siz shu Xitoyninki zaten tabiatida bor maxluqlarni chet elga chiqib ketsa, urug' avlodining birisi bir xatolikni qilib qolsa, uning butun urug' tuqqanlarini xuddi ular jinoyat qilgandek zulm soldiganligi hammamizga, xalqimizga ayon bir masala. Ama şu dadınız merhum abla Saleyninki siz chiqib ketgandek siz albatta qo'lingizdan kelgancha har xil yo'llar bilan aloqa qilgansiz. Bitadingiz abla Saley siz chiqib ketgandek har xil avorchiliklarga uchrab kelganligi keyin eng oxirida turmadan chiqib shu qo'yib berdilar 7-kuni o'lib ketganligi to'g'riliq biz ma'lumot olgan bo'ldik. Hamda shuning biroz tafsilotga kirgan bo'lsangiz. Qanday bo'lib tutildi? Nima sababdan tutildi va keyin qo'yib berilgandan keyin sizga telefon qilib degan so'zlar bor ekan, o'sha haqida bir tafsilotni bergan bo'lsangiz. Dadamning masalasiga kelsak, dadam men vatanning sirtiga yenib chiqqandan keyin men dadamni bir hajiga olib boray deydigan sabablar bilan atishning o'ziga yo'lga baqsin deb
tunugan qarindaşlarımızdan birleriga bir alaqlaşıp, dadam bilen bir haja kelse şu hajada bir görüşemiz deydigan ümidimiz var deb, bu bolmagandan keyin men dadam bilen alaqlaşıp, hem de hep bir qatim bolmasymy, ayda bir qatim degidek telefonda biz naayetliqi yaxşı bir-birimizin qalbini düşünüşigan temalarda sözleşipdik. Dadam 2008-yili Xitayda olimpiya bolgan çağda Xoş. başlanışdan burun Xitayning gumanida, Xitayning farzida meni Xitayda memleketga keldi, Qashqarda bolgan vaqada buning quli var deydigan sebepler bilan mening dadamni olimpiyadan burun dadamni tutib 2 yillik hukm qiladi. Xoş. Hüküm kılış jarayonida dadam endi yana özünün yollarını qilib, adamda 2 yil turmay şu 1,5 yildan keyin chiqib, dadamning o'ziga bir zaharni yeganligidek tuyg'uga kelib, eng oxirgi kunlarda meni eslaydigan, men bilan paranglashadigan Amındaki şekilde adetlenip kaldı. Men Xudanın küllüki paranlaşkandaki dadam bilen paranlaşımın. Dadamның mening vatandan ayrılıp çıkkandan keyin kögen zulümü vatanның içinde men bağçağıdakinden eşip ketkenlikidi. Hoş. Dadamni yani hep bir şirketim bolmasam ayda bir şirketten kirip bu dadamның balası bilen körüşevatamdı, köreşmevatamdı, balasının kelgendeki rasm yalganmı dep hatta sakçılardan tatip, ençençüydün tatip, dadi gomşulardan tatip, nailerden tatip, hatta Abdunumur ayından mening dosiyasimni, yani mening kimlikimni, kimler bilen resimge düşken, kimler bilen aralashgan, qaysi namoyishlarga qatnashgan, qaysi Sharqiy Turkistonning xizmatini qilayotgan arbablar bilan salom qilgan. O'sha resimlardan tatip dadamning oldiga qo'ygandan keyin dadam meni tunuydu, ko'pincha odamni tunimaydi vatanning sirtidagi. Shuni ondan qo'pib, men buni turmaydi ekan, mening balam desa, misal desa, hozir sharoitimizda vatanning sirtida Abduqodir akamning Xitoy yukuglik, Abduqodir yapgan akimizdan. Xo'sh. Shunda Abduqodir akimizdikidek tunilgan insonlarning resmiga mening resmimni loyilab turib, ma adamla mandaq adam, ma adamla undaq adam deb mush şekilde dadamga pupuza qilib, chunki Abduqodir yapgan akimizni dunyoda 7 yoshda 70 yoshgacha butkul Uyg'urlar tunuydi. Chunki Uyg'urning bir ovozi 35 million Uyg'ur xalqining izilayotganini Xitoy tajovuzchilar tarafidan anlatayotgan bir akimiz bo'lganligi uchun. Xo'sh, xo'sh. Shuningdek bir temalarda dadamga mush şekillerde besim ishlatgan, hatta keyingi mezgillerde turmadan chiqqandan keyin dadamni hatta de balanga telefon qil yoki balang kelsin yoki sen Rishtuquni bilan chiqib Ozarbayjonda ko'rishanglar va yoki Yevropaning boshqa yerida ko'rishanglar deb shunday taklif fikrlarni qo'ygan. Xo'sh. Dadam men balamni 20 yil bo'ldi ko'mgini, sen tutanmagan balani men qanday ekib berman deydigan shunday temalar bilan dadamning ular bilan o'zining shu Xitoyning shu yerda yashayotgan qonuniga ko'ra ularni doğru bilen tosqanlığı üçün dadamni muş şekillerde jeniga zamin bo'ldi. Bu dadamni azraq bir vaqtlarda keyingi mezgillerde eng oxirgi jeni chiqqan vaqtning o'zida dadam shu dushanba kuni edi, endi yana 2010 bo'lishi mumkin bir dushanba kunda. Bu qadar yana gaplarni deb ketdi. O'g'lim dedi, har mengayotgan qadamingda, qilayotgan so'zingda ma tajovuzchilarni hergiz unutib qolma. Xitoy tajovuzchilarini unutib qolma. Sulalimizga, avlodimizga, dinimizga, vatanimizga, xalqimizni tip yıldızdan qurtib chiqtirishayotgan ma Xitoy tajovuzchilarini unutib qolma o'g'lim. Balangga buni da oilangda va yoki butkul tuqqanlaringga vasiyatim bo'lsin, bo'lni qat'iy unutmanglar. Biz unutup qalsak mı bu tajovuzchilarni, Xitoy tajovuzchilarini bunu bizni unutmaydi ekan. Dep mushundaq temalarni gap qilib ayrıldık. Men ishga yenib keldim. 5-6 saatdan keyin jon uzgunlik xabarini oldim. Dadamning shu vaqtning o'zida 6 oy burun vafot etmasdan burun doktorga chiqib tashkil etsa, dadamning oshqozonga zaharlanganligi.
Bunu aşkarı kımmaslıkka ailemge, tağıldırımga veya ki yakıldırımga naitılıkı besim kıygallıkı. Hoş hoş. Bunu bir doktordan birisi muşa evvel muşunda bunu bilip kalınla sırla bu miyitnin hem dadanlı oğan diken hem akanla tağanlı oğan diken de bizden tutkallığa bu şekilde digellik bunu vefat itip 6 aydan keyin mana digellik. Ha. Muşundaq meselelerden düşer bulduk. Hoş. Yani çıkıp gittiğin vaqtida qo'yib berishdan burun bir suhbat elib, shu yerda bir stakan suv ichganlik haqida. O dadamni tutup Ha. söhbet elib bargan çağda dadamdan hem de dadamga men bunu zaten sözleşken nimellerimizde mahfi arqılık. Ha. Mesela bir vaka bolgan bolsa şamal çıktı ya buran çıkıvatıdı ya qattiq qayıgıp ketdi ya kelkin keldi deb bunda mahfi gap arqılık bir-birimizning gapini tushunib ola alaydık telefonda. Xo'sh. Men dadamga dada qanda tamakning tuzi bormikin ya tuzi besib ketibdimi deb mush şekillerde gap qilsam ay bala bir bardak suv ichib yutib qoldim emas ustab ketibdi ekanman dedi. Shu vaqtning o'zida men gumonlangandim. Xo'sh. Gumonlanib dadam shu ichib bo'libla 3 kundan keyin o'zining his qilganligi, o'zining vujudi uni bilganligi. Dadamning shu bir bardak suv bilan zaharlanganligini dadam buni his qilib hech kimga demay eng oxiridagi kunlarda mushundaq manga deganligi va tuqqanlarimga yoki ota-onalarimga demay yaqinlarimga demay manga buni ichib deganligi sen buni bilasan balam mush şekilde bundaq bo'lib qoldik deb. Xo'sh. Hakikaten Allah rahmet kılsın, yatkan yerine cennet kılsın. Şuna hamda inimiz Musacan ablanın meselesi kelsek, bunu dadamızdan işi bulup 6 yıldan keyin köprek vakitdan keyin 9. ayının 24. günü biz abay filmimizde mi biraz söylep öttük. Muşununki vakalık hakkında biraz to'xtalib bergan bo'lsangiz. Hoş, hem de inim Musacan Xotin'de okugan milli itibab etganda doğrugerlik, nayt akıllık, nayt qavul, sezgir, huşa bir inimeti, 8 balanın içinde hakiki tuqqanlarımız olsun, jüt cemaat olsun, dost buradarları olsun, bunun da süynettik, bunun da hırsen bulattık. Çünkü bizden evlatların içinden çıkan şu izimizi davamlaştırıp kilevatkan zalimnin zulümaga karşı turmen dep özünün erkin sözleri bilen ötkür fikirleri bilen tajavuz çıktaylarga boy vermey hatta özü tutturup gidip mektepke pul tüylep doktorxana açımen desem onunla yol koymaganlıktan bu inim bir mezgil özü bir motodun birini kiralap yezi kışlaplarga verip hem doğrugerlik hem şu öt çöplerden doğru yasaymen hem şu verdeki yoksuzlarının kesel ağırlıklar olsa bunu kulamdan kilişçe yardım kılıman dediğen bundan ait çok planlar bilen iş başlagan. Bunu görenmegen Xitay tajavuzçıları bunun bu Musacan inimnin yani bir çoğuva İsacan dediğen Ummu Xotin'de okugan o şu bizden jutumuzda muallimeti onun işkiyetim siyasi faaliyetki kıçkıymaganlığı üçün bağımıganlığı üçün kıçkıysa bu inim bazaga çıkıp yoki başka jutlarga ketip şu siyasi faaliyet açıdığan günün üzde mektep çıkmaganlığı üçün bu inimnin hizmetinden elip taşıp etkenligi 2 yıl bunu turmak suluganlığı ma kichik Musacan inimnimi senin akan çoğun akan kichik akan muşundaq hareketlerini kılıvatıdı dep bunundan bir husu tapanmasdan yok diyaligi bir bana çıkarıp sen veg verip nima kılıvatsan veg verip doğrugerlik kılıp kanunsuzluk kılıvatsan bununla hükümet qaraydığı işler sen kılıvatkan işlerinden hennavani hükümetke ma'lum kılsan deydigan muşundaq şekiller bilen yok geldim bana çıkarıp bunu kurban Ruze heyetinin aldıda jıgıvedişke etirip ketken. Yani bütün cinayeti şu tibabatçılık kıldın digen nim bilen tutup aldım hamda.
Tibabetçilik sen doğrugerlik kıldın, yezi kışlaklığa berip, oğlu doktorga gidip davalarını pul tüylep, sen üvelige berip, bulağa haksız davalap koydun. Senin bundan hak hukukun yok, yardım kılırga hakkın yok. Maksat muşu. Hoş. Muşunun olan tutup 6 ay bunu jıgaveliş tutuptu. Şu vakitnin özden de ballarının sünneti yakın kip ketken, bu hem de biraz bir töt adamını kipil kılıp 50-60 min köy Xitayning pulidan yajım koyup men muş ballarımның bir sünnet toyunu kılıp alsam deydigan mundaq oyda Ramazandan keyin şu 8 ayning netisi balasının sünnet toyunu kılıdığanlık doğruluk. Men bu anda bu telefonlarda hali uzun bolup ketdi dadamның vafatıdan keyin bulu bilen alaqalashishim meyli ündidarda olsun, meyli telefonda olsun üzülüp qalgan, hem bulap bermeydigan algıçıp qalgan. Hoş. Demek şunun bilen bu inim Musacan Erdenden jıgıvelişten bir 50 min köydeki Xitayning pulunu tüylep, töt adamni kipil kılıp çıkıp balasının sünnet toyunu kılıdı. Balasının sünnet toyunu kıygan jaryanında nime bolsa dadam yok ekenimde çoğun akam o'sha akamga men bir bag'aq avati deb indidarda manga bir bag'aq avatgan. Balasının sünnet to'g'riliq. Men dedim ukam biraz dikkat qil. Hozir bolanın ko'zi sende. Deb mushundaq azroq xit orqali qezishdik. U manga ovozliq gap qildi. Xotirjam bo'l aka, 3 o'g'lim bor. Sen ketding, dadam ketdi. Biz 15-20 degidek tağıllarımız, hammıllarımızı muş şekilde aldı. Minendeki bir Musacan bu halkımız için, dinimiz için fida olsun dediğin muşunda timilada xet yazıp koydu. Allah razı olsun hüküm dedim. Vakit öttü. Men bir seferge çıkıp kaldım. Seferge çıkkan çağımda şu kurban heyeti münasibetiyle yani bir uçurlaşıp kaldık. Men telefon kıldım. Kıysam, aka numaranı çıkmadı. Numaranı köstük bir kıysa. Mağuyla numara çıkmavatı dep bana öyge telefon kıptıken dedi. Şunu ondan şu numarını çıkarıp kıldım. 9. ayının 24'e Perşembe günde hem de 9. ayının 24'e Şembe günü olgan bolsa 23-22'si bununla 9. ayının 22'si yani şu yüzüne kolga ağan, jıgıveliş tutqalla telefon kılıp senin takma kemçalan var, bize ketmeysen, bize bağmaysan, bize verip kalsan bizden haberimiz buludu. Meyli doğrugerlik, doğru yasaş için bulamdı veya ki başka işler bulamdı. Bu işler bakıp kalsa bizden haberimiz buldu. Sen düşen bükünü bizden yerimiz kilip bir işler var, bunu becerivet degen gep. Bunu bilgen Musacan inim istigan gep. Mutlaka bula meni ya 15 yıl ya 10 yıl bir işler bilen bana kılıp bu şekilde beni cezalaydı dep. Bu inim şu vakitnin özde bana telefon kıldı. Aka biraz iş xatarlik dekturdu dedi. Öfkem dikkat qil. Dedim. Perşembe günü sözleşip atkanımız. Cuma günü alaqalaşamay etip kaldık. Şembe günü vaqa boldu. Şembe günde vaqa boldu. Vaqa bolgan işlarning handivani köpünçilerini hem de şu naq meydanga telefon kıldım. Dep birenmedi. Hem benim telefonumda şu birinci günün üzeri vaqa bolgan saatning üzerinde telefon kıysam olunup kaldı. Şu vakti azırak görüşerdim. Ta hazırlık kadar telefonunu bulap vermeyevatıdı. İnimnin boğan kazanı yani manı demezden şu verdi köygelle başka jut tikile. Türkiye'de tuğan, Saudi Arabistan'da tuğan, minin jutlukum, mini tunuydu Allah'a. Muş şekilde muşundaq boldu. Biz cinazısı vasak, biz ne? Cinazısı kirgizmezden yerim yolda qaytırıp etti, cinazını koyup boldu. Namaz kırışıqlı bulmaydı. Tükede hem de nezar çırak kılmaydı da muş şekillerde boğallıqını men başka kırımdaşlarımızdan vatanның sırtıdikilden anladım. Hoş. Bu hem kina bu nayet şübhilik boğallıqı hakikaten inanızınki mu ürümçedeki aydırımda kirgizmeyi tutup duruluşu, nayet aldırtıplam yerleki de koyu ötülüşü, emmesi nayet şübhilik meseleler bulamısı. Ama bu vaqaga sebepçi bo'lgan, mesela qatnash vaqasi dedi o.
Buningki sababchi bo'lgan shofer mashina degan. Mashinani kelib so'qib o'tibdimi? Bu tafsilotni bildingizmi yoki bu shoferni qanday qilib o'tmasanga? Xitoymikan shofer sababchi bo'lgan? Endi bunun da inim moto bilan ketib qolgan oldida endi. Men ma telefonda bo'lgach shunchalik deb beralayman endi oldida inimning keynida bir cho'ng mashina bor. Xo'sh. Keynida emas, yan tarafida. Uning sol tarafida bir kichik mashina bor. Xo'sh, xo'sh. Cho'ng mashinaning egasi Uyg'ur, kichik mashinaning egasi Xitoy. Bu inimni shu cho'ng mashinaga kichik mashina qistab olib berib, oldidagi odam moto oldida ketib qolgan bo'lsa, cho'ng mashina ashunga yetishgandan keyin kichik mashina qiz beriblar ashunga chaplagan gap. Xitoy degan mashina cho'ng mashinaga chaplaydi. Cho'ng mashinaga motoni chaplagan gap. Motodagi inim endi. Moto oldida ketib qolgan moto. Agar keyingi kelayotgan bo'lgan bo'lsa, ikki mashinaning orqasidan o'tdi deb vaqtda inimga buna ma'nodan cho'ng mashinadan yo kichik mashina ikki mashinaning orqasidan o'taman deb mushu voqea bo'ldi desa, uni qabul qila olamiz. Ammo bu voqea ko'gichida, bilgichida shu yerda bala eng azında 100 metr yerga bag'icha so'ralgan gap. Shu yerning vaqti, mamlakatning vaqti, endi cho'ng ko'cha, endi bu bizning jutqa mangadigan bir cho'ng ko'cha. Ko'chalarda insonlar o'tirdi, choy ichib o'tirdiganlar va yoki faranglashib o'tirdigan hamda shu mamlakatimizning nimada ko'chalarda o'tirdiganlar. Bu jamoatimda shu yerda ko'gillar qiqan surinib ketgan gap. Xo'sh, xo'sh. Bu mashina yedayotgan shoferlarning ko'zi bormi yo'qmi? Oldida ketib qolgan balaga, keyingi ketib qolgan bu cho'ng mashina, yonda kelayotgan bu kichik mashina bu qadarmi suiqasd bo'lamdi, qasdillik bo'lamdi. Bo'ldi nima uchangli va deb ketgan gap endi shu yerda azroq vijdoni va g'ururi bor. Ammo u inimning meninkiligini, Abdullah Salining balasligini boshqa yurtdikini bilmaydi. Xo'sh, xo'sh. Agar bilgan bo'lsa, bu gapni deganmaydi. To'g'ri. Onu bilmegenligi uchun bular degandan keyin 2 kundan keyin anglashimcha, mening hamda qanchalik rost, qanchalik yolg'on, anglashimcha shularni qat'iy gap qilmaydiganlikqa. Bu Xitoyning saqchilari, shu rayonning amallik saqchilari, yordam saqchilari bularni basqanligi. Bu mening quloqimga keldi endi. Qanchalik rost, qanchalik atrofdagi xalqnimi? Atrofdagi xalqni gap qilmaydiganmi? Atrofdagi shu vaqtning o'zida mashinalarning ko'zi bormi yo'q? Kichik mashina mayindan, cho'ng mashina mayindan bu oldida ketib qolgan motoni akkilib, buningga chaplab, bundaqmi? To'g'ri. Suiqasdga hozirlagan bormi? Shu vaqtning o'zida shu inim 100 metr so'rilgandan va boshqa jamoatlar, Uyg'urlar va yoki boshqa qarindoshlarimiz mashina qilib doktorga olib borgan gap, doktorga olib borgacha zaten candan ayrılıp bo'lgan gap inim. Xo'sh. Bu sababchi bo'lgan Xitoy shofernichi? Uni qanday qilganligini bildingizmi? Ular bilan hech aloqam yo'q. Ammo Uyg'ur shofer janoza namoziga keliman desa, saqchilining tegizmaganligi. Saqchilining tegizmaganligi, Uyg'ur saqchi men xatolik menda bo'lib qolmasin desa, senda hech qanday xatolik yo'q, sen bormaysan deb Uyg'ur shoferni cho'ng mashinaning ikisini bag'izmaganligi Xitoyni taqiya tutgan, ya tutmagan. Buningda hech qanday xabarim yo'q hozir. Ailangizga o'zingiz bilan hozir aloqa qilishaman ekan bilmaysizmi qanday ishlar? Shunday. Xo'sh, xo'sh. Endi siz shu albatta haqiqatan yana bir qatim takror her ishkilisiga mayli dadingiz bo'lsin, Zebibullah Musajon qayrindishingiz inangiz bo'lsin. Her ishkilisiga Allohdan rahmat tilaymiz. Yana tekrar Endi shundaq voqeliklar albatta vatanda xalqimizning ichida nurg'unlagan sizga o'xshash shundaq oilasi yoki urug' tuqqanlari shundaq Xitoy tarafidan zulm uchrayotgan qarindoshlarimiz oz emas hamda vatandoshlar. Shu ba'zi vaqtda siz hamda sizning masalan 8 qarindoshlardan boshqa vatandagi qolganlarning hammasi vatanning ichida shundaqmi? Shunaq. Endi Muşunda bazı nurgulgan mayli Türkiye'de bo'lsin, muşunda nurgun qarindoshlarimizni uchraymiz endi. Shu bo'lib o'tgan, shu beshinlarga kelgan shu zulmlarni Xitoyning elib berayotgan shuni
anlatınglarmı şu bir düşendirip bir programı kılaylı o bu desek her xil bahane sebeplerini köstüp yoki şu vatandakilarniki texinbek nima uchraydiganligini bunu köstüp mundaq programmalarga mundaq so'zlab berishga bu zulmlarni anlatishga biraz qaçırgan qarindoshlarimiz ko'p hamda. Sizmi mushundaq narsalarni uchiqqan bizga ziyoratimizni qabul qildingiz hamda mushu oilangizniki boshqa urug' tuqqanlaringizniki yana boshqacha musibatlarga, zulmlarga, besimlarga uchrashidan ansirmamsiz mushaqda biraz fikringizni aytmoqsam oxirida. Xo'sh, birinchi inson haqiqiy shu dunyoga to'ralgan ekan, shu dunyoga inson qilib yaratgan Allohga shukr qilish kerak, Allohdan qo'rqish kerak. Xo'sh. Agar biz bu zolimning zulmidan qo'rqsak, imanımızın acizliği. Hoş. Biz vatanning sirtida turib, agar biz şu vatanimizning ichida bo'layotgan 35 milyon xalqimizga Xitoy tajovuzchilarining qilayotgan zulmini anglatammasak, hoş. Bizning imanimizda masala bor. Bizning vicdan millatimizda masala bor. Biz vatanning ichidan vatanning sirtiga nimaga chiqdik? Nimishga chiqdik? Xo'sh. Bizni vatanning sirtiga chiqishga majburlagan nima? Birinchi, vatanimiz bo'lgan Sharqiy Turkistonni Xitoy tajovuzchilari qop-qora kofir ishg'ol qilib olib, Uyg'ur musulmonlarini vatanning sirtiga chiqarib yetishga majburladi. Xo'sh. Biz shu yerda zulm tataqliq turib, vatanning sirtiga chiqib, vatanning ichida bo'layotgan zulmni gazet jurnalda, jamoatchilikda, to'pning ichida Xitoy tajovuzchilarining qilayotgan zulmini anglatanmagan Uyg'ur, u birinchi bo'lib o'zining qinni tashkilish kerak. Ikkinchi bo'lib o'zining iymonini tashkilish kerak. O'zining vatani Sharqiy Turkiston, dini islom, millat Uyg'ur, düşmanı Xitoyda bilinmagan Uyg'ur bu ya millatida masala bor, ya buning iymonida masala bor. Xo'sh. Onun uchun vatanning sirtida ko'pincha qarindoshlarimiz tijorat, o'zining turmush hayoti, men mani deb qilib qolsam, onamga ziyon kelarmiki dedi hukmda bor. Zaten uni demigelning anasiga Onu kımmıgalının anasıga, dadısıga, düşkanları kılıbadır Xitay bu zulümle. Hoş. Biz Xitay'ını düşman dep tunumusak, Xitay ma Uygur musulmanlarını menen düşmanım dep bizge köstüp uyawatıdı. Bunu bilenmegen Uygur, bunu taqiqlenmegen Uygur, o Uygur emas, hem İslam dinidir mi emas, menen nazarimda. Bu yol bedel tüleydiğen yol. Hoş. Hoş. Bu iman, bu İslam, bedel verdiğin İslam, bedel verdiğin iman. Bunu bilenmeyi turuqluq turup, bunu sözleyenmeyi turuqluq turup, men mani desem, memleketteki bir tuqqanlarımga mandaq bop qalama, men mani dep qilib qalsam, Xitoy akam mandaq qarab qalama dese, Xitoydan hech farqi yo'q, xoindan hech farqi yo'q undan inson. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat, nihoyat yaxshi so'zlab berdingiz. Oxirida boshqa qandaq bir dunyoning har qaysi joylaridagi sizni burundan tortib, balkim tunji qatim televizorda albatta bu yerda bo'lgan bo'lsangiz, Turkiyaga kelgandan keyin inshaalloh studiyamizga taklif qilib bir program qilamiz. Balkim televizorda birinchi qatim ovozingizning chiqishi bo'lishi mumkin bu. İlgili telefonlarda, ijtimoiy uchur aloqa vositalarida ovozingizni anglagan bo'lsa, qarindoshlar, bu ekran orqali boshqa dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlarimiz so'zlaydigan bir yurak so'zlaringiz bo'lsa, alsak, shuning bilan programmani tugatsak. Allah razı olsun. Birinciden men bu istiqlal televizorda mening uchun vaqtni ayirib, bütün dünyadaki bizning tilimizni biladigan qarindoshlarımizga anglatganligingiz uchun oxir zarimizni vatanimizning ovozilab 35 milyon xalqimizning xizmatini qilib,
Sizning Abdullah Yalqın başçılığındaki kameranın aldı aqıst xizmet kılayotgan barlıq qarindaşlarımızdan Allah razı olsun deyman. Allah sizlarga ittifaqlıq, inaqlıq, birlik, baraberlik, xotirjamlik ato qilsin deyman. İkinciden men Ündüdar toplarda olsun, WhatsApp toplarda olsun, Facebook'larda olsun, men tor dünyasında buğra oğlu dep çıktım. Hoş. Bulatlı Ündüdar'da ait çoğun tüpte rol oynadım. Buğra oğlu dep düşmanını kimlikini, milletinin kimlikini, dininin kimlikini, vatanının neyadilikini muştimilada bizim Uygur yaşlarımızga kullandığım kilişçe tor dünyasında bunu anlatışık tırıştım. Üçüncüden bizden hem de vatanning sirtida yaşayotgan har bir Uyg'urlar bu vatanning sirtiga chiqqandan keyin necha yangi tabiqiga, necha yangi yo'llarga, necha yangi o'ylanishlarga duchor keladi ekan. Ba'zilari biz ko'rganlarni ko'rmadi. Ba'zilari hijrat qildik deb Taylandga keldi, Taylanddan Turkiya, Turkiyadan boshqa yerlarga ketdi. Biz haqiqiy vatanning nadiligini, millatning kimligini, ümmetinin nimelikini, düşmanının kimlikini, şahsen men 5 barmağımda qandaq bilgen bolsam şundaq bilemem. Nimişqa degende 22 yıllık hayatım menim şu vatansızlıktan çıktı. Çünkü vatanım bolgan bolsa men bu erkin devletlerde üzem erkin bolgan bilen, süzem erkin bolgan bilen vücudum buğulap kaldı. Hoş. Bu vatan nait ulaq narsa ekan. Doğru. Bir insan tug'iladi ekan, o'ladi ekan, vatan o'lmaydi ekan. Vatan sevgisi o'lmaydi ekan. Biz uylab ketadi ekanmiz, u vatan qoladi ekan. Doğru. Onun uchun butun dunyoning har qaysi yerlarda yashayotgan bizning Uyg'ur xalqimizga, da'vokeşlarimizga Sharqiy Turkistonni markaz qilish bilan asos markazimiz mushu bo'lib biz haqiqiy bir bayraqning ostiga, bir kalimening ostida hareket qilgan bo'lsak, bugungi kunlikda manda xo'rlanib ketmaydik, xorlanib ketmaydik. Xo'sh. Xo'sh. Xitoy dunyoga jar solayotgan Xitoy. Xo'sh. Bir Abduqodir yapchandan qo'rqdi. Nimishqa? So'zi erkin. Uyg'ur xalqining ichida fikri erkin. Düşmanni to'liq tunildirib berganligi uchun qo'rqdi. Xitoy buningdan qo'rqdi. Xo'sh. Xo'sh. Xitoyning atomi bo'lgan bo'lsa, bizning erkin fikrimiz bor, so'zimiz bor. Xo'sh. Xitoyning zulmi bo'lgan bo'lsa, bizning Allohimiz bor, iymonimiz bor, aqidamiz bor. To'g'ri. Onun uchun butun dunyoning har qaysi yerlaridagi Uyg'ur musulmonlarimiz biz zaten bizni parchalashga tirishayotganlarga yo'l qo'ymaymiz. To'g'ri. Biz ularga fursat yaratib bermaymiz. Meyli toplada olsun, meyli nerede buluştan qat'iy nazar bizni parchalashga, bizni birlashga tirishayotganlarga qat'iy yo'l qo'ymay, ularga o'z layiqida javobimizni berib, birlikimizni davomlashtiramiz. Nishonimiz, g'oyamiz dinimiz İslam, milletimiz Uygur, vatanimiz Sharqiy Turkiston, düşmanimiz Xitoy. Allah sizning hammasingizdan razı olsun. Rahmat, uchun ko'p rahmat aytaman. Allah razı olsun sizdan. Ko'p rahmat ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun. Rahmat sizga. Allah'ın o'ziga emanet. Allah emanet. Assalomu alaykum. Hurmatli tuzuklar, shuna qilib biz Zibibullah abla akamiz bilan o'tkazgan bu suhbatning oxiriga keldik. Haqiqatan qadrli qarindoshlar, Xitoy tajovuzchilari vatanimizda har xil bahona sabablar bilan chet elga chiqib ketgan. Albatta har birimizning xilma-xil kechirmishlari, xilma-xil vatanda o'zi chet elda turgan qarindoshlarimizning albatta har birisining oilasiga kelgan xilma-xil musibatlar, xilma-xil ishlar bo'lishi albatta tabiiy ahvol. Xitoy hargizmi ko'pinchalarimizni bo'sh qo'yotmaydi bo'libmi shu vatanimiz uchun sohada xizmat qilayotgan har xil sohalarda qarindoshlarimizning oilasiga har xil musibatlarni, har xil besimlarni selib kelayotganligi hammamizga ma'lum endi. Va bu ekran orqali yana shu oxirida program oxirida dunyoning har qaysi joylaridagi mana shunga o'xshab ketadigan yoki farqliq musibatlarga, zulmlarga uchragan qarindoshlarimizniki
biz bilan aloqalashishini, bu ekran orqali Xitoyning elib berayotgan tajovuzchiliklari, amaliyotda Xitoy nimalarni elib berayotdi, ko'pincha shu dunyoga oshkorlansa xalqimiz nurg'unlagan ma'lumotlardan, Xitoyning elib berayotgan haqsizliklaridan shundoq amaliy dalil isbotlar bilan haqiqiy shu masalaning egisidan o'z og'zidan yoki o'zi ekranimizga kelib turib so'zlab berilsa, bu qilinayotgan zulmlar qancha ko'p anlatilsa, qancha ko'p yayilsa, bu xalqimizning ichidami va dunyo axborotining bir yerlarida u chuqum hem Xitoyga nisbatan Xitoyningki gunoh daftarini doktor Erkin Akramning bir so'zi bor. Xitoy elib berayotgan har qanday bir tajovuzchilik, har qanday bir ijroat bu hargizmi shundoq savol so'roq holatda ketmaydi degan bir so'z bor. Shuning uchun hattoki chiqarayotgan har bir qonunlari shu vatanimizda hozir ijro qilinayotgan har xil inson haqlariga bo'lsin, bir normal bir insonningki normal tabiiy bir huquqiga xiloflik qildigan, shuningga daxl taruz qildigan darajadagi shunchalik oddiy bo'lsa-mu, shunchalik ijroatlarning hammasi kelgusida Xitoyning gunoh daftari, Xitoyning jinoyat daftarini to'milishga sabab bo'lganligi, buni ko'paytirganligini so'zlab o'tdi. Chunki bu kunlar ati nim bo'lganligi, bir yildan keyin nim bo'lganligini biz bilmaymiz. Dunyo hargiz bu shaklda ketavermaydi. Hargiz Xitoy bugun qilib oldim, bu zulmni ijro qilib oldim deb qilganning hammasi shu mayli xabarlar bo'lsin, buning hammasi tugun hammasi Xitoyning oldiga jinoyat sifatida jinoyat daftaring bu. Buning chuqum badal to'lashing kerak, to'lam to'lashing kerak deb tugun buning so'roqini qiladigan ish chuqum yuz berdi. Shuning uchun doktor Erkin akam shunday deydimiz. Hammasini yig'ib to'plab qo'yish kerak bu Xitoyning elib berayotgan shu qonunsiz ijroatlarning hammasi tugun Xitoyning oldiga yuziga urg'ul bo'lgan narsa bo'ldi deb. Demek shundoq amaliy beshimizdan o'tgan, amaliy o'zimiz uchirgan, oilamiz uchirgan bu zulmlarningki shundoq mayli ovozlik bo'lsin, mayli suratlik bo'lsin, oshkor holatda axborotlarda tilga ilinib o'tishi, bu ham Xitoyni razil qildigan, Xitoyning abdi bashirisini dunyoga ochadigan bir vositalarning biri. Buni yana bir qatim aslatish bilan shu qarindoshlarimizga mayli har qanday bir masala bo'lsa, shundoq o'zi ko'rgan, o'zi shohid bo'lgan, o'zining beshidan o'tgan bunday ishlarni bizga xabar qilishini, so'zlab berishini umid qilamiz. Inshaalloh yangi bir programmada ko'rishguncha sizlarni Janobi Alloh subhanahu va taologa topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Eğer biz bu zalimning zulmidan qo'rqsak, imonimizning ojizligi. Ailengizniki, boshqa urug' tuqqanlaringizniki yana boshqacha musibatlarga, zulmlarga uchrashidan ansirmamsiz.